tayyor rastvorni yoki shpaklyovkani olayotgan paytingizda shunaqa shpatel bilan olasiz chelakdan. Buni hozir sizlarga minus tomonlarini sanab beraman. Keyin oxirida qanaqa shpatel bilan olishligini ham uni ham ko'rsataman. Qarang, birinchisidan rastvorni olayotgan paytingizda shpatelni qaranglar. O'rtasi qolib ketadi, to'g'rimi? Yaxshi olinmaydi va ikki cheti chelagingizni qiradi. Qirgandan keyin shuni plastmassasi, masalan bu shkatulka yo shpaklyovka bo'lsa, ichiga shunaqa plastmassachalar qoladi. Bundan keyin uni masalan mana shu devorga surtsangiz, devorga surtgan paytingizda shpaklyovkaning o'rtasida kichik toshga o'xshagan plastmassachalar sizni jig'ingizga tegib, ishingizni qiyinlashtiradi. Buni oson, zo'r yo'li bor. Mana o'zining shpateli bor. Bu shpatel bilan olsangiz, endi ko'ring. Mana shu yer rastvor. Shuni surtasiz. Ko'rib turganlaringizdek top-toza qilib zo'r sizga olib beradi. Ishingiz kachitini beradi. Bu bilan ham charchamasdan mazza qilib ishlaysiz. Mana olasiz. Buni chelakni tozalashini qarang. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa chotki qilib olib beryapti. Atrofini osongina shunaqa olib ishlatsangiz bo'ladi. Buni narxi attig 29 ming so'm. Xullas, shunaqa foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.